Senim boyamam bitta ishdan charchab yotdim, $500 tushib qolmabdi, ko'rmadingmi? Sizda $500 nima qiladi aka? Anaqa Aytganlarim hammasini qilib qo'ying. Ha, aytgancha. Men toqqa ketayotdim. Oybekga $500 bitta bola berib ketgan bo'lishi kerak. Men kech kelaman. Siz olib qo'ying, sizdan kelib olaman. xo'jayin yuboruvdi, kimdir $500 berib ketish kerak ekan, berib ketdilarmi? Berib ketishdi aka, mana. Keyin aytgancha, Instagramga yetib qo'ying, men shotibdan zo'r ketyapti. Bitta odam 10 blok so'rovdi, qolmagan hozir. Sal ko'proq jo'natib bersinlar. Shunga pulini so'rab telefon qilib turibdi. Pulini topib berishim kerak-da. Gap yo'q deding. Keyin olgandirlar, tegib bas. Och. Onasi? Onasi? Men qara shuncha chaqiryapman. Qaramaysan. Assalomu alaykum, yaxshi keldingiz. Bugun vaqtlik kelibsizmi ishda? Ovqat tayyor edi. O'tiring, siz beraman. Keyin ko'ramiz. Aytdi $500 pulim tushib qoldi. Olib qo'ymadingmi? Olgan bo'lsang ber menga. Yo'q, men ko'rmadim. Hazillashma iltimos. Ana ertalab aytgan ko'ylagingni olib beraman, lekin burudi puli edi. Olib borib bermasam bo'lmaydi. Telefon qo'yotibdi. Olgan bo'lsam aytaman-ku. To'xtang, adasi, yana shu arzimagan pulni deb sinimizdan so'rab qo'yib, ularni dillarini xira qilib qo'ymay, xo'jayinlar bilan urushib kelganlarida o'zi uylariga sig'dirishmayapti deb o'ylab qolmasinlar. Uyimdagilardan bo'lsa ham olib kelib beraman o'sha pulni. Keyin nimaga shunchalik yomon ko'rgan ekanman? Shunchalik meni o'ylayaptilar. Aka, Ha, nima deysan? qani qayerda yotdingiz o'zi? Qaradingizmi? Kuppa kunduzi ham odam $500 yo'qotadimi? Mana turibdi-yu shu pulingiz. Begunoh kelinimni aybdor qildingiz, meni ko'nglimni og'ritdingiz. Oling pulingizni. Sal e'tiborliroq bo'ling.